Bugun sizlar bilan o'sha hammani qiziqtirgan Tigit Pro'ni 2026-yil restyling variantini ko'rib chiqamiz. Videoni ichida mashinani to'lov turlari va mashina haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, mashina haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu mashina Tigit Pro premium pozitsiyasi bo'ladi. Restyling variantida nimalar o'zgargan ko'rib turganingizdek, oldi oblisovkalari, faralarini va tumanka dizaynlari ancha o'zgargan. Faralari o'sha lekin Omni, ya'ni smart LED fara bo'ladi, adaptivniy bo'ladi. Buni ko'pchilik o'zi tushunadi. O'ngga bursa o'ng tomonni, chapga bursa chap tomonni yoritadi. O'zimga yoqqan joyini yana bittasini aytib o'tishim kerak. Chery'ning o'zining logosi ajoyib tariqasida o'zgartirilgan. Bu mashinamizda ham oldida partroniklari, kameralari mavjud. Mashinaning texnik xarakteristikasi, ya'ni ko'pchilikni qiziqtiradigan joyi bu motor qismi. Bunda 1.5 turbina, 140 ta ot kuchiga ega va bunda korobka sistemasi robotlashtirilgan. Bu aynan premium pozitsiyasi uchun. Mashina o'zimizda ziborka bo'ladi, eng zo'r joyi Jizzaxda va mashinani 5 yil yoki 150 ming kilometr probeg garantiya beriladi. Bu nimalarni ichiga oladi? Mashinani polniy o'zining garantiyasi bo'ladi. Mashinada tashqi, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'zingiz tomonidan yoki tashqi tomonlama ziyon yetmasa, o'zida muammo chiqib qolsa, mabodo ham sizlarga texnik obsluga va zapchast servisimiz tomonidan qilib beriladi. Mashinamizni kuzoviga keladigan bo'lsak, 1.2 atsinkovniy metal bilan jihozlangan bo'ladi. Aytib o'tgandek, oldida partronik, kamera, hamma sistemalari mavjud. Xo'p, bu mashinamizda tashqi udobstolarini birinchi o'rinda gapirib o'taman. Bularga mashinamizda beskluchovoy dostуп, ya'ni qo'lingizda sensorga tegishingiz bilan mashina ochilib yopilishi, 360 kameralari, ya'ni krugovoy obzor olib beradi mashinamiz. Ichki salon sistemasida monitordan ko'rsatib turadi. Uni salonni obzorni boshlaganimizda ko'rsataman va mashina yopilganda avtomatik bokovoy oynalari yopiladi. Bu ham ancha nima desa bo'ladi. Sizga ham qulaylik, yoningizdan o'tadigan mashinaga ham qulaylik bildiradi. Ya'ni to'satdan kelib bokovoy sindirib ketmaydi hech kim urilib. Shina razmerlari 18, ABS tormoz sistemalari mavjud. Salon qismida nima o'zgarish bo'lgan deb aytishinglar mumkin. Birinchi o'rinda ko'zga tashlanadigan narsa bu monitor qismi. Monitor qismi avvalroq esingizda bo'lsa, faqat 8 da shunaqa katta monitor bo'lardi. Bu 7 ni premium pozitsiyalarda xuddi shunaqa chiqarilgan. Bo'ladi duostoronniy klimat kontrol, ya'ni bu yoqda issiq sovuq boshqaradigan sistema, oldin sensorli panel bo'lardi. Endi bunda knopkashni qilingan. O'ylashim bo'yicha bu ancha yaxshi. Xo'p, nimalar o'zgardi yana? Qo'l tagidan ko'radigan bo'lsak, bu yoqda skorost dizayn o'zgartirilgan. Mashina eng muhimi 3 tali rejimda yuradi. Akustikalar soniy bo'lgan. Bu yoqlarda ko'p turganidek bar qismi ham 8 daniga o'xshatib qo'yilgan. Bu ham ancha udobstvo. Rullarning o'zgarishi ham. Mashinada yana bitta yoqqan funksiyasi o'zimga, pamyat CDni 3 talik qilingan. Oldingisida 2 talik edi. Bu ham bitta qo'shimcha udobstvo qilingan. Xo'p, akustika o'zgarganlarini aytdim. Rullari elektronika bo'ladi, ya'ni ancha gidrolikadan yumshoqroq. Bu yoqda monitor, ya'ni mediani boshqaradigan knopkalari, 5 ni cruise control. Mashina o'zingizlar bilganingdek start stopda yonadi. Endi buni ham aytib o'tishim kerak. Yonishlariga ahamiyat bersanglar bo'ladi. 2 xil svetniklar yonadi. Barlarida охлаждение sistemalari mavjud, ya'ni barni ochganda biror bir yozgi issiq kunlarda hozir ayniqsa kerakli narsa, ichimlik suvi bu narsa qo'ysanglar, bu konditsioneri bilan, ya'ni klimat kontrol bilan birga ishlab, ichidagi suvlarni, muzlikni saqlab beradi, zo'r tomon. Salon podsvetka ko'rib turganingizda old dizaynlari, ikkita yon eshik orqalariga ham qo'shilgan. Oldida karbonoviy dizayn qilingan, bu ham zo'r. 7 Pro'ni klimat kontrol sistemasi o'zgartirilmagan. Ya'ni qanaqa oldin ham shu pozitsiyada duostoronniy, ya'ni 2 tomonlama edi. Bunda ham hozir xuddi shunaqa 2 tomonlama bo'lgan. Bu yerda ochib qo'yadigan joylari o'sha-o'shligicha turibdi. Hozircha oldidagi eng asosiy o'zgarish bo'lgan narsalari shu va har doimgidek 7 Pro premium pozitsiyasida katta panorama va lyuklari mavjud. Hop, orqa salonini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Orqa salonda nima o'zgarish bo'lganini. Orqa salon qismiga keladigan bo'lsak, 7 Pro'ni o'zingizlar bilasizlar, orqasi ancha keng bo'ladi mashinaning orqasida. Bo'yin 1.75 plus minus chiqadi, lekin orqada hali shuncha joyi bor. Orqada albatta deflektor, podograf yoqadigan tugmalari. Bunda 3 bosqichli bo'ladi, oldin 2 bosqichli edi va har doimgidek bizda podlokotnik, ya'ni barqib ishlatsanglar bo'ladi agar 2 kishi o'tiradigan bo'lsa. Dizayn ko'rsanglar bo'ladi. Boya aytdim, karbonoviga o'xshatib dizayn qilingan. Bu ham alohida e'tiborga qaratsa bo'ladigan joyi. Obshivkalarini sifati o'zgarmagan, ya'ni o'sha sifatli eko-koja qilingan, qo'l qo'yadigan joylari. Bu yoqlarda fonarliklari led qilib o'zgartirilgan. Aytib o'tganimdek, mashinani tashqi dizayni orqa qismida ham ancha o'zgartirish kiritilgan. Ko'rib turganingizdek, faralari alohida e'tiborga loyiq, ancha o'zgartirilgan. Bu yoqda
dizaynlari o'zgartirilgan, 4 ta Partronic orqa kameralari hamda ochilishlari elektronika mashinamiz bagajning ochilishlari o'sha xavfsiz sistemalari ham mavjud. Orqada o'zingizlar bilasizlar 7 Pro'ni tanish yokida yaxshi o'rgangan odamlarda shtorkasi bo'ladi. Undan tashqari bu yoqda o'zida kerakli bo'ladigan zapaska, damqurut kulishlargacha ham bor. Eng zo'r bilasizlarmi nimada? Kechqurun bagajni ochganda mana bu qop-qorong'i bo'layotadi-yu, bunda unaqa emas. O'zida svetniy bor, shuni ochishinglar bilan yoritib beradi. Shu tomoni ham alohida e'tiborga loyiq, o'zimga ham yoqadi. Xavfsizlik sistemasini aytdim, ya'ni bunda qanaqa, misol kutilmaganda yopilib ketdi yoki bolalar bosib yuborganda bu qisib qolmaydi, avtomatik qaytadi. Yana bir marta ko'rsatib o'taman mana. Uzog'i 1-1,5 kilogramm bosim beradi va avtomatik agar to'siq borligini biladigan bo'lsa, avtomatik qaytadi mashina. Eng zo'rini aytadigan bo'lsam, mashinani shuncha o'zgartirish kiritilgani bilan narxi o'zgarmagan. O'tgan yil 25-yil premium pozitsiyasi 344 million 900 edi. Bu mashinamiz ham 344 million 900. Hech qanaqa narxda o'zgarish bo'lmagan. To'lov turlari naqdga, avtokreditga, rassrochka, hatto rassrochka o'zini pulini bo'lib to'lashga ham mavjud. Minimalni bir 30% to'lasanglar, o'rtacha 30% to'lasanglar, oylik to'lovi ham muddati ham sal uzoqroq bo'ladi. O'zingizlarga ham to'lashinglarga qulay bu. Xo'p, yanada ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, bizning nomerlarimizga telefon qilinglar yoki Cherry Chilonzorga kelinglar. Bizda haftada har kuni 9 dan 8 gacha bemalol kelib, o'zingizlarga kerakli bo'lgan informatsiyani olsanglar bo'ladi.